Men Nakşi programması umumiyetten aytganda bu bir dunyoviy xarakterli program. Cümleden şu 5 yıl jarayonida bizningki bütün memleketimizdeki ataqliq naqshchilar, cho'lponlar, ataqliq muzikantlar, bugungi davr muzikasini o'rlaydigan mayli elektronlik muzikalar bo'lsin, mayli milliy muzika bo'lsin, mayli Yevropa muzikasi bo'lsin, ya'ni naqshchi bilan muzikantni birlashtirgan barliq anglag'uchilarimizga naq maydon naqshi muzikasining naqadar yaxshi ta'sirotga ega ekanligini tushuntirib beradigan bir program. Siz mushu programmaga qanday bir xil o'y xiyol bilan qatnashishni o'ylashdingiz? Chunki endi men 10 yildek bo'lib qoldi Beijingda shu naqshi muzika xizmati bilan shug'ullanyapman. Mundaq fursatlarni kelmagan. O'zimni burundan tortib shu naq maydon o'rinlab, naq maydon naqsh etib, o'zim gitar chap o'rinlab mundaq kelayotgandan keyin men bu programmaniki shu butun naqshi muzika hammasi saqliq aralashmagan, tabiiy chin bo'lganligi uchun men qatnashishni qaror qildim. Sevgi mehrinli Çuçak senin emrak in bolay Ben naqshchi degan ang ta'sir qildigan mush sizlarning yozgan mush men naqshchi degan mush xat mush o'zi men buni ta'sir qilgan men u yerga chiqib ben naqshchi deb sahna chiqaman nurg'un naqshchilar bor yaxshi masalan hozir mush o'tirib qatnashadigan ishda bir mo'j naqshchilar bor hammasi yaxshi yomon emas hammasi taniyman ovozlarim bo'lsin funga har xil stillik naqshchilar bo'lsin hammani bular bak yaxshi Ben Nakşi programmasınınki dastlabki bosqichlar qatnashganligimdan shunda xush bo'ldim, faxrlandim. Shundaqla bu boshlanishninki salmiqi, programmaninki qiyinlik darajasi, tavakkülçiligi, chinligi har men degan kasb egisini shu maydonninki surdim tamtirtidi. Naq maydon bo'lgach haqiqiy tajribamizni, saviyamizni namoyon qilgan odil sahna. Menda shundoq jur'at bo'lgan ekan, parlaq nurninki hammani chaqnaydiganligi ham o'zimninki iqtidorimga ishonaman. Şu Men Nakşi programımızdan özüge xas alaylık neydi? Bu programniki mening shaxsan ko'z qarashimda xos alaylığı bu necha vaqtdan televiziya stansiyalarida bo'lib boqmagan bir muzik eter, naq maydon muzik eterlari tankash qiladigan, undan boshqa shu san'at sohasida belgilik utuq qozongan san'at anglag'uchilarniki e'tirof qilishiga erishgan san'atkorlarniki, naqshchilarniki bir sahnaga chiqib o'zaro naqsh aytib bir musobaqa qilishadigan bir alayda programma. Shaxsan men o'zim balkim sizmi kichik vaqtlaringizda anglagan bo'lishingiz mumkin shu usta san'atkorlar bilan shu bir sahnada o'yin qo'yganimning o'zi men uchun shu bir cho'ng hozirgi vaqtgacha bo'lgan bir utuqim deb o'yladim. Azarı yüküm oldum Sığındım sevmedim ben Taştan sarım bor İksemden taştan şençim bor Bu programning o'rinlashtirilishi televiziya san'atiga bir yangicha tus qo'shibdi. Ammo bu munosabat bilan Mushundaq bir yaxshi programmani ro'yobga chiqargan Urumchi televiziya stansiyasi shunaqla Do'lan shirkatiga ko'p rahmat aytaman. Ham shunaqa hayajonlandim.
Ellerim kırsa köydürer seni. Yollarım var.现场以及电视机前的观众朋友们，大家好！您现在正在收看到的是由乌鲁木齐广播电视台和新疆兜廊实业有限公司共同打造的真人秀节目《我是歌手》，我是主持人娜迪拉。各位朋友们，大家好，我是主持人买卖迪江。大家好，我是你们的好朋友阿迪拉。 Bugün Ürümçi Radyo Televizyon Estansı bilen Dolan Okaçılık Çeklik Şirketi birleşip ro'yobga chiqargan Men Naqshchi Ben Nakşiçi, ben Nakşiçi. programmasini ko'ngil huzuringlarga sunmoqchimiz. Hammanglarga Men Naqshchi programmasining riyosatchisi Muhammadjon Ro'zisayeddin sig'inishliq salom. Riyasetçi adilerden her birinlarga otup salam, ali ihtiramlar boğay. Naq meydan ve ekran aldaki kadirlik dostlar, Nadire Şevket'ten hammanglarga otluk salam. Partiyimizin to'g'ri rahbarligi, er millat xalqining inoq ittifoqligidan barpo bo'lgan bugungi go'zal kunlarimiz bo'lg'ach, biz o'zimizning inoqlik, baxtiyorlik kuylarimizni yangityapmiz. Uzundan beri Şinjan'ın medeniyet işleri için töp koşup gelivatkan Şinjan Dolan Okaçılık Çeklik Şirketi partiya hükümetinin çağrıgıga aktif avaz koşup Şinjan'ın medeniyet sanati için özlüksüz izchil tirişip gelivatmakta. Mana huzuringlarga sunilib turgan Men Naqshchi programmasi bu Dolan Okaçılık Çeklik Şirketining yillardan buyongi tirishchanligining yana bir cho'ng natijasi. Shundaq, bugungi programmamizning tarzdorligini Germaniya Qismatlik Bo'g'i guruhi Çeklik Şirketi ishlab chiqargan Sichuan Mehri Kunlik buyumlar mas'uliyat Çeklik Şirketi Şinjan bosh vakolatchiligidagi 20 vitaminlik energiya ichimligi o'z ustiga oldi. Shundaqla Şinjan Axloq So'z Çeklik Şirketi B8 energiya quvvat ichimligi programmamiz bilan alohida hamkorlashdi. Onundan başka bugünkü programımızga rayonimizdeki 18 karxana vekilleri bu alaylı mihman sütüdür katlaştı. Ola Germaniya Kısmetlik Boğu Çeklik Şirketi, Sichuan Mihri Gündülük Buyumlar Mesuliyet Çeklik Şirketi, Şinjan Baş Vakaletçisi, Şinjan Mihri Meblağ Siliş Çeklik Şirketi'nin lideri Ulam Yasin Efendi. Harçanımız. Şinjan Axloq Soda Çeklik Şirketining qurg'uvchisi B8 energiya quvvat ichimligini bozorga solg'uvchi Obul Qasim Yusuf. Harçanımız. Bulca Gültaş yemeklik ishlab chiqarish Çeklik Şirketining qurg'uvchisi Nurnisa xonimni qizg'in qarshi olamiz. Harçanımız. Şinjan Hamkar Soda Çeklik Şirketi'nin birleşme kurgucusu Hadice Sultan Hanım. Mengül Guangzhou Halkara Soda Çeklik Şirketi'nin mesulü Dilyar Ahmet efendim. Karşı alınız. Olşehir Yanbolak Yemek İçmek Zavodunun mesulü Cürat Ebeydullah efendim. Karşı alınız. Guangzhou Aygu Soda Çeklik Şirketi AG Aviva markasının kurgucusu Gülbahar Abdurreşit. Şinjan Reyhanlı Soda Çeklik Şirketi'nin kurgucusu Reyhan Nisa Hanım. Karşı alınız. Guangdong Sıllaga Halkara Soda Çeklik Şirketi'nin kurgucusu Saniye Hanım. Karşı alınız. Şinjan Elravan Tor Teknik Çeklik Şirketi'nin lideri Ekrem Efendi. Qarshi olamiz. Şinjan Gumpçı Müşkiyiq Ündidar Sodigarlari Ügüniş Teknisining qurg'uvchisi DKI Lianda mahsulotlarining marka mashg'ulotchisi Ündidar Sodi yetakchisi Dilqamar Muallif. Qarshi olamiz. Karşı alınız. Shanghai Ayrus Biotexnik Çeklik Şirketi'nin qurg'uvchisi Aynur xonimni qizg'in qarshi olamiz. Karşı alınız. Şinjan Güher Xalqaro Soda Çeklik Şirketi'nin qurg'uvchisi Güher Qasim xonimni qizg'in qarshi olamiz. Karşı alınız.
Şinjan Ziyada Biyopen Texnik Çekiş Şirketi'nin kurgucularının biri baş direktör Şavket Ababekri. Karşılamız. Şinjan Hakim Uyghur Doğrugerlik Şirketi'nin kurgucusu Faysal Abdurşit. Karşılamız. Ürümçi Davel Teşekkür Sarayı Beli Kız Ayalla Ambulatoriyası'nın kurgucusu Beli Kız Doktor. Karşılamız. Gulca TV ve Doğrugerlik Çekiş Şirketi'nin Merhaba İmam. Karşılamız. Fabio Madio Kiyim Layihələş İşxanası'nın Mehmet Dursun. Karşılamız. Hoş, hürmetli tamaşabilerimiz. Bizim naq meydanımızda muzikalarımızı, bizden muzikatlarımız naq meydan orundaydı. Nakşçılarımız mı? Naq meydan nakşı icra kılıdı. Sahnimizde dolan muzika atirdi, şundakla studiya muzika atirdiki yigitlerimiz. Ben nakşı programımızda baştan ayak programımız için hizmet kılıdı. Ondaqda bu san programımızı başlaşdan avval köpçilikka programımızın tərtibini yana bir qitim əskartib ötəylik. Programımızga 7 nəfər naqşçımız qatnaşıdı. 7 nəfər naqşçımız səhnədə öz naqşısını aytib bolğandan keyin naq maydandakı tamaşabilərimiz özünün birdan qimmatli biletini özü ən yaxşı kelgan naqşçıga taşlaydı. Naq maydanda naqşçılarımız naqşı orunda bolğandan keyin bilet sani e'lon qilinmaydi. Lekin 7 nəfər naqşçımız naqşı orunda bolğandan keyin programımızın rejissori umumiy numurni biraqli e'lon qildi. Bizning bu san programımızda o'xshashlar tanlash chalinish bo'lmaydi. San programımız oxirlashgandan keyin tashlangan bilet sonining umumiy soni chiqarilib, bilet soni eng oz bo'lib qolgan naqshchimiz yangi kelgan naqshchimiz bilan musobaqaga tushadi. Agar yangi kelgan naqshchimizning bilet soni aslidagi naqshchimizning bilet sonidan yuqori bo'lib qolsa, yangi kelgan naqshchimiz aslidagi naqshchimizning o'rnini chiqadi. Agar aslidagi naqshchimizning bilet soni yana davomli yangi kelgan naqshchimizning bilet sonidan yuqori bo'lsa, aslidagi naqshchimiz davomli o'z o'rnini saqlab qoladi. Shundaqla keyingi san programmamizga qatnashish salohiyatiga ega bo'ladi. Biz o'xshashlar bu sandimi bilet tashlash vazifasini naq maydondagi tomoshabinlarimiz shundaqla to'r orqali bilet tashlash orqali har millat qarindoshlarimizga topshirdik. Ben Nakşi programısı Ürümçi Radyo Televizyon Stansiyası ve Doğulan Salonu arkalı çoğun küçük taratkularda birli vakti tarqıtıldı. Bugünkü san programımızda o'xshashlar oldingi san programımızda qatnashgan, amaliy kuchi kuchli bo'lgan, 7-chi. Bu sanda oldingi sanga qaraganda ham o'zingizning o'rindash jihatdan ham mushu muzik atriti bilan moslashish jihatdan qanday bir o'zgarishlar bo'ldi? Aldığın sanda manla xəbəri var. 80-ci yılın axırları yazğan, yəni Keçə namlıq naqşamını sual qıldım. Bu şu dəvrdə biz bilan birgə çoğ bolğan naqşlarımızı yaqtırıb anlayatqan bizninki qurdaşlarımız, dostlarımız, hatta bizden küçük şu vaxtda bizden çoğ olsun, küçük olsun. Yani şu zamandaki naqşlarımızı yaqtırıb anlayatqan, anlap kelayotgan barliq ixlos mellerimizga bir soğuk qildim. Ben bu dönem yana özümniki icadiyetlerden 90 yıldaki 91 yıl yazgan güzel degan naqşamni bir esligim kep kaldı. Çünkü bugün şu müzik etereti bilen en şu devrimge bir qaytqım kep kaldı. Hoş, tövende kızgın algı şabaklarımız bilen özününki lirik muğluk küyleri bilen bizge birinci sanda hemimizin kalip tvişini çekken Abdüsopur sahnimizde merhaba. Undaqda aka sizning mush turmushingizdagi sizga ilhom kuch bo'la oladigan omil nimadi? Bu vaqtda izlanib baqdingizmi? Kişilik turmushimni qarab baqsam, menga ta'sir qilgan ilhomi kuch yana naqsha ham muzika. Bu kasb so'ygashganman, cho'qim uslub jihatda boshqalardan farqlanishim, izlanishim, ommaga yarg'idek asar yarata olishim kerak.
yaşlarını Tinci körüp gülüşlerini Hiyal koşup hiyallerimge Nazım bilen birge buluştu Hiyal koşup hiyallerimge Nazım bilen birge buluştu Her vakit sen için ölümge razı Nazi, Nazi Beni unutma Nazi Sen için vakitli dileymen Nazi Nazi Muhabbatta birge buluştu Tushimdan u birge buluştu Sana aytib shirin so'zlarni Artık yürüp geçip yürüyüştü Sana aytib shirin so'zlarni Artık bilib geçip yürüyüştü Nazi, Nazi Beni unutma Nazi Her vakit sen için ölümge razı Nazi, Nazi Beni unutma Nazi Sen için vakitli dileymen Nazi Beni unutma Nazi Sen için vakitli dileymen Nazi Undaqda qaysi jihatlardan ko'nglingizga chiqmay qolgandi? Yana jiddiylashish bor. Shu o'zimning kayfiyatimni toza kontrol qila olmay qoldim. Undaqda nomer qo'yib beqansiz qancha nomerlarni qo'yasiz? Nomer qo'yishni yana tomoshabinlar qo'yib qo'yaylik. Tövəndə səhnimizə aldığımızda proqramımızda özünün blok avazı bilan özgəçə uslub yaratıb, gözəl naxşları bilan həqlimizdə heyran qaldırğan Əsqər Seyidni təklif qılımız. Bu proqramımızda Əsqər Seyid bizni texmo haldan qaldırdı.
Undaqda sizmi bu programmaga o'zingizning musiqa attratlari bilan birlikda qatnashadi ekansiz. Undaqda mushu musiqa attratingiz haqida bir qisqa so'zlab beramsiz. Biz 2016 yılı haqiqiy bir balalar yig'ilib Şoti musiqa attrati deb bir attrat qurilib hozirgacha bilim mengayotimiz. Ammo shu oraliqda mush programma chiqqandan keyin shu programmaning bir qism musiqalarini tankash qilish vazifasini ustiga oldik va bir oy bo'lib qoldi. Mush jarayonda balalarni ko'pcha balalarni tatib mush programmaniki yaxshi bo'lish uchun, san'at naqshlarining yaxshi bo'lish uchun ko'plab kuch chiqarib qilyotdi. Mencha shunchalik o'ylaganim shu endi hozir. Yazmansız bu günler Osmanlı'nın astığında öter günler Geceler gündüzler Çaresiz diller Yok sen yanımda Yok sen Yakar yağmur mezmansız bu günler Osmanlı'nın astığında öter günler Geceler gündüzler çaresizdirler Yok sen yanımda Yok sen yanımda Yürek bulsa ayılıp gelken bu candan gitay Armalarını birge at gitayım Yürek bulsa ayılıp gelken baranı bir ay Man gitay Man gitay Çaresiz güller Yok sen yanında Yok sen yanında Kürek bulsa ayılıp gelken bu candan gitay Armalarını birge at gitayım Kürek bulsa ayılıp gelken baranı bir ay Man gitay Man gitay Tamam buldu kimlerden
Mənçə həm də özüm bu doqu naqşını herhalde özümün köngündəkidək et aldım dep oyladım hem de. Qalğan hem de müş tamaşabilarniki sadə mən ras köngümdəkidək et aldım, et almadım şularniki. Bana bəgən bahas arqılıq gələləm məndə. Endi sahnamizga chiqish navbati G'arbiy yurt moda naqshxonasi. Shundaqla davrimizdagi eng olqishli naqshchilarning biri bo'lgan Adila Sidiqqa keldik. Adila Sidiq sahnamizga chiqdi degan gap, sahnamizning kayfiyati yana bir baldaq yuqori ko'tarildi degan gap. Undaqda qizg'in javoblarimiz bilan bu go'zal naqshchimizni sahnamizga taklif qilamiz. Jiddiyleşib qo'y ketmadim, lekin tomoq miqdorim bak eshib ketdi. Jixiyingan bo'lib ketib barman. Samirib ketamanmi deb ansirayotiman. Samirib ketsam ekranga chiroyli chiqmay qolamanmi deb ansirayotiman. Lekin o'ylayman, tomoshabinlar yana mening naqshamni, ovozimni yaxshi ko'rdi. Shunga yaxshi gap, kuch-quvvatga to'lib xalq uchun yaxshi naqshlarni aytishga tirishman. Yaxşı, mana sizden burun Fatima deb bizni o'miniga yanda deydi shu telefon deydi ko'rsatdi. Yaxshi keramat. Mana kim budiram Adila yaxshi etdi. Mana hard rock etdi mana. Uslubumdagi naqshi aytish mush xarakterimga tushadigan naqshlarni tanlagan vaqtda mush naqshamning sadasini maxsus shu programmaga atab tanlagan. Nimishqa desangiz, bu naqshni biz kichik vaqtimizda 80-yillarda shunchalik moda bo'lgan naqsha. Shu vaqtning o'zida mush rock and roll
zamonaviy uslubdagi naqshchilarning ichida shu chog'da Fatima adashniki aytgan naqshlari oldin qator turadi. Lekin ko'nglimda men cho'qim mush naqshini yana bir qitim aytib chiqmangu, cho'qim bir fursat bo'ldi deb turadim. Damalliqqa musobaqa qatnashtirgim kelib shu mush uslubdagi naqshini yani bize özleştirgen holatda aytib chiqdim. Lekin bu naqshga nisbatan inkas pek yaxshi. Chunki shu davrni odamlar shu kichik vaqtimizga davrlarni, bolaligimizni eslatib bizga nihoyat yaxshi bir xil huzur bag'ishlaydigan. Shunga qarab men bu naqshni tanlab to'g'ri qildim deb qoldim. Sahnimizda muhabbatli kuylar haqida so'z bo'lganida ixtiyorsiz Shiralini esga olmay turolmaymiz. Muhabbetlik naqshchimiz Shirali bugün yana aşıqlarning yürek talini çektirip muhabbetlik küydün birini bizga soğuk qilmoqchi. Undaqda eng yangroq javoblarimiz bilan bu muhabbet küydisini sahnimizni taklif qilamiz. Men o'zim bir naqshi bo'lish sifatim bilan men o'zimninki ichimdan chiqqan, tomirimdan volqonlab chiqayotgan shu hissiyotimni men o'ttirib tashlab xalqimiz bilan bir o'rtoqlashsam, xalqimiz agar meningki shu bir eserlerimden manevi jihatdan huzur ala olsa men memnun bo'lgan bo'laman.
çırak güyem ya yaru bu güyenler vay çırak emez vay yürek küye doyaru mert yigitler vay namertlerce sırrını eytam duya yaru sefer kılsa vay bir mert bilen vay sefer kıldın yarum Özü ölmey vay seni taşlam vay taşlap ki temu yarum bir tane erdim yarey mundane buldum bir tane erdim yarey mundane buldum aklımışımdın yarey bigane buldum yarey bigane buldum yarey kuşlar men sana amrığım yarım diyeysen sende kızıl gül yarey her cayda bulmaz sende kızıl gül yarey her cayda bulmaz her cayda bulsa yarey sinningcha bulmaz yarey sinningcha bulmaz yarey kuşlar men sana amrığım yarım diyeysen kuşlar men sana amrığım vay yarim diyey sen Aro degan bu naqsha Toshvoy. Toshvoyni bilasizlar? Toshvoy degan musiqa ustozimizningki bu bizga qoldirib qo'ygan bir naqsh mirosida. Men anglab qoldim bir yerda. Anglab qolibla, "Oy, aslim bu yaro degan makan o" deb shu chaqda to'niganman bu naqshni. Bizning bir inson programmamiz qo'yilgandan keyin men shuni his qilib qoldim. Nurg'un yoshlarimiz yo'lga ketib beribla, tuyuqsizla Lolan Ko'nyang deb g'ingishib qo'ydigan bo'lib qoldi. Qaraganda bizning ustoz san'atkorimiz Xaskin akamiz hammamizning qalbida nihoyatda cho'nqur ta'sir qoldirgan o'xshaydi.
Onda olsa bizning bu tirishchan san'at ilhomi urg'ib turgan Hasqin akamiz bizga yana qandaq yangiliklarni ilib kelgandi? Onda olsa nazarimiz sahnimizda bo'lsin. Her xil fungada müzik oynaymiz. Mesela flamenco var bunun içinde, onun içinde Latin müziklerim var, onun işte mesela Liu Xingyuan var. Şu her xil stildeki müzikler var. Hem de muşu müziklerini bizden burunqodan etip yatqan naqshlar var, onun içinde yeni naqshlarımızı qo'shimiz. Endi muşu ballarmış bu drama sahne açıqqan sebepmi shu. Sahne chiqib bir cho'ng sahne chiqib ko'rsa, ular ham xil cho'ng saqlab berib oyan qo'yib yurdi. Biroq bu men naqshchi degan programma uni o'zicha bir alayt nima sahne. Bu men o'zim hurmat qilaman.来一点点掌声好吗？在舞台上没有一个人不紧张的，所有的人，包括演出也罢，包括朗诵诗也罢，包括所有的一切，我们会对紧张。但是呢，有了你们的掌声和呼唤声，我们会唱得更好，发挥得更好。谢谢你们，Rahmat， Rahmat， benim tuqqanlarım。在这寂静的夜里，不知你为谁哭泣，今夜在我梦里拥抱着你，如此甜蜜。在这漫长的夜里，你在我怀抱里，让我来靠近你，温暖你受伤的心。擦去你眼角的泪，黑夜里我陪你，抹去心中的伤痕，让我伴你过一生。擦去你眼角的泪，黑夜里我陪你，抹去心中的伤痕，让我伴你。寂静的夜里，不知你为谁哭泣，今夜在我梦里拥抱着你，如此甜蜜。在这漫长的夜里，你在我怀抱里，让我来靠近你，温暖你受伤的心。擦去你眼角的泪，黑夜里我陪你，抹去心中
ikkinchi son programmadagi naqshingizni o'rindab tushdingiz. Undaqda o'zingizcha bu sonda o'zingizning iqtidorini yaxshi joriy qildira oldingizmi? O'zingizga qancha nomerlarni qo'yasiz? Birinchi manimga o'zimga yaxshi bak yaxshi emas. O'zim nomer qo'ysam bir 70 nomer qo'ysam, 100 nomer bo'lsa men 70 qo'yatdim. Ammo sizcha qaysi jihatlardan ketib qolgansiz? Bu naq maydonda musobaqa bo'lgandan keyin bir yuqori ko'tarilgan bir yer bo'tcha, uni genallikqa dionni akkord o'zgartirdigan yavatdi. Ashadi kelganda biz azroq o'diq ketdi. O'diqqanda shularlik men asli o'ylaganda o'sha naq maydondagi kelgan mehmonlar men bilan bilga xudon qilimda o'ylab qoldim-chi, ashtaq o'ylab turib nima o'tib ketdi. Burunlarga bir yerda o'yin qo'ygan vaqtimda mana naq maydondagi bolalar bilan birga ashlar birga xudon qildim-chi, bilga tutdim. Bugun men ashta o'ylab qolgan, biroq onu xato o'ylab qoldim-da, musobaqaga. Ashnaqa biz bir azroq chiqib ketdi. Ya'ni bo'lmasa boshqa tarafdan bakmo cho'ng chiqdi. Lekin oxirida siz aytib bo'lgandan keyin tomoshabinlarning shu chavotlarga asosan ularni cho'qim yoqtirib anglaydi deb o'ylayman naqshingizni. Men oxiri kelganda biz nimadan chiqqan oxirida bir amin to'liq o'rnalab chiqqandan keyin tomoshabinlarning shunday bir chavaqa men o'ylab cho'qim ashlarga bir yoqdim ekan deb aytdim. Nima deb desangiz, men u naqshini yuragim bilan o'rladim-chi, yurak bilan o'rladim. O'ylayman, men yurak bilan o'rlagandan keyin asha tomoshabinlarga yuragiga bordi-ku deb o'ylayman. Cho'qim shularmi shu yurganingizga shu ovozni his qildi deb o'ylayman. Rahmat, men mana shuni o'ylayman. Bo'ldi, ana sizga bu son programmamizda utuq tilaymiz. Rahmat. Көрмән достlar, көріп отқаныңlar, Үрімчі радио телевизия станциясы bilan Шинжаң Doğulan Ovqatçılık Çekiş şirketi birlikte uyuşturgan, Germaniya xislatlik buğu guruhi çekiş şirketi işlep çıkargan, Sichuan Mehri Künlük Buyumlar Mesuliyet Çekiş şirketi Шинжаң baş vakalatçılıkidagi yeger vitaminlik energiya içimligi tajdarlığını algan Men Naqshchi programmasi. Xo'sh, hurmatli tomoshabinlarimiz, Men Naqshchi programmamizdagi ikkinchi bosqichdagi 7 nafar naqshchimiz o'z naqshlarini muvaffaqiyatli o'rindab bo'ldi. Ondaqda mahirlarimizga bilet tashlash bosqichi boshlanishdan burun biz naq maydonimizdagi qarg'ashlarımızın yürek sözlerini anlab baqaylik. Qani, marhamat. Ekran oldidagi va naq maydondagi barliq tomoshabinlarga Sichuan Mehri Kundalik buyumlar shirkati va Шинжаң Mehri mablag' shirkati Ulamiyasidan hammalarga o'tib salom. Biz bugun shu Men Naqshchi programmasining naq maydonda ko'rib turibmiz. Bu programma tunji naq maydonda muzikasi bilan aytilgan, naq maydon muzikasi bilan o'rinlangan ham yuqori saviyalik mayirlar qatnashgan nihoyatda katta program bo'libdi. Xuddi bizning Yegirdeklar nochika. Rahmat. Шинжаң Axloq Sodibekli shirkati B8 energiya quvvat ishimligining mas'uli O'mol Qosim Yusuf afandim so'z tekmasi. Endi bugungi bu Men Naqsh programmasiniki mayli naqshchilarniki naq maydondagi jushqin bo'lsin, mayli muzika atatiniki bek jalliqli bo'lsin va yoki maydonniki yaxshi bezilish bo'lsin, bu xalqaro o'lchamdagi bek yuqori bir program bo'libdi. Shu program o'rinlashtirgan Шинжаң Doğulan Ovqatçılık Çekiş şirkatiga alohida rahmatlarni bildiraman. Әмді талаш нөветі нақ майданда олтаған тамашибинлерімізге келді. Тамашибинлеріміз қолыдегі бір даны қымметлік белдіні нақшысыны әң яқтырып аңлыған, өзі әң яқтырған нақшымызға ташлысы болады. Шында қолыңызға шының, көзіңізге шының, жүргіңізге шының. Қолыңызге билетini өзіңіз әң yaxşı көрген нақшыға ташлан. Xo'sh, hurmatli tomoshabinlarimiz, unda bo'lsa bizning ikkinchi bosqichdagi bilet tashlash boshlandi. Sizlarni ikkinchi qatimlab Men Naqshchi degan programmaning bu soniga kelganlarni qizg'in qarshi olaman.咱们的名字有点变动，变动有些大，我也很奇怪。Hakikaten sen özgüç çok. Dep üzerime hayran kaldım. İşte aval kaçıncı numaralık ne yalan kılay şunu anlayısla. Mudur? Sizlerge minsi kerekemez değil mi bu sana öğrenmişler? Ondan olsa
Ben 7-sini e'lon qilib o'tayman. Ko'nglimni xotirjam bo'lib ketsin. Unda qimig'i ne bo'ldi? Unda qilmayman. Unda qimig'i. 7-sini e'lon qilay, ya. Qilaymi, qilmaymasqa? Qilaymi? Maylimi? Men Naqshchi programmasining 2-chi son 7 nomerlik mayını e'lon qilay. 我是歌手栏目第2期第7名歌手。Yettinci bo'lgan naqshchimiz yo'q.